Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli konferensiya ishtirokchilari hamda shahrimiz mehmonlari. Bizni Namanganimizga xush kelibsizlar. Bu men uchun juda katta ahamiyatga ega. Aynan Namanganda o'zimni shahrimda mehmonlarni kutib olish va mana shunday biznes konferensiyada kuchli tadbirkorlar, menda oldinga chiqqan spikerlar qatorida suhbatga chiqish, bu men uchun juda ham katta sharaf. CBC uchun men tashkilotchilar uchun katta rahmat aytmoqchiman bu bilan. Bugun sizlarga qaysi mavzuda foydali ma'lumot tayyorlab keldim. Bilamiz, любой biznesda komanda kerak. Siz startap loyihasida, ya'ni biznes boshlaganingizda o'zingiz qila olasiz. Komandani to'plash, vazifalarni qilish, ham marketolog bo'lasiz, HR bo'lasiz, moliyachi bo'lasiz, lekin biznes kengaygan sari sizga komanda yetishmasligi boshlanadi. Qisqacha slaydni boshlashdan oldin o'zim haqimda qisqa ma'lumot bermoqchiman. Ismim Mohidil, Pop tumanida tug'ilganman. Ayni damda Amanah Group HR Consulting va HR Akademiya rahbari sifatida faoliyat yuritib kelyapman. Ham biznes egasi sifatida, ham xodim sifatida 10 yillik tajribaga egaman. Ilk qadamim biznesga 35 ta tikuvchilardan iborat bo'lgan tikuvchilarning komandasini boshqarishdan bo'lgan. Aynan biznes sifatida komanda tomonidan keladigan og'riqlarni ham his qilganman va xodim sifatida ham biznes egasi xodimlar bilan chiqisha olmasligi sababi natijasida ishdan ketib qolish holatlari, ya'ni ключевой rollarda moliyachingiz bo'lishi mumkin, asosiy masteringiz bo'lishingiz mumkin. Hozirgi kungacha xalqaro yo'nalishda HR sohasi ko'pchilikka yangi so'z, lekin biz vazifa yuzasidan taniymiz. HR Human Resource ingliz tilidan kirib kelgan. Bizda ko'pchilik отдел kadr deb tanishadi, lekin отдел kadr bu bizning bitta qismimiz, ya'ni qog'ozlar bilan ishlaydigan. Haqiqiy HR mutaxassis strategik partnyor, ya'ni biznes egasining partnyori. U komanda bilan ishlaydi, u insonlar bilan ishlaydi va jamoaning ichida yuradi. Human Resource HR direktori ilk bu sohaga olib kirgan meni ustozim Kozimxon To'rayev, ko'pchilik taniymiz ularni. Xalqaro yo'nalishda MDH davlatlarida yetakchi bo'lgan top mutaxassis Mike Pritulani shogirdlariman hamda ayni damda biznesga qiziqishim ortgani sababli Saidmurod Davlatov, ko'pchilik taniymiz, xalqaro spiker, 71 ta millioner biznesmenni yetishtirgan mutaxassis hamda 24 ta biznesga ega holding egasi sifatida bularning shogirdlariman. Hozirda aynan biznesni muvaffaqiyatli boshlash bo'yicha o'qib kelmoqdaman. Bugungi slaydimizda sizlar uchun komanda bo'yicha og'riqlar yo'qligini his ettirishga agarda 1% yordam tegsa, meni hissam qo'shilsa xursand bo'lardim. Sababi biznesni o'sishida nima sizga to'siq bo'ladi? Birinchi o'rinda kapital, komanda. Kapital bor, deylik siz bozorga kirdingiz, bozor yaratyapsiz, lekin u vazifalarni qilib bozorga yetkazib beradigan mutaxassislar komanda bo'lmasa, siz bu narsani amalga oshira olmaysiz. Juda ko'p tadbirkorlarda nima uchundir HR bo'yicha noto'g'ri tushunchalar shakllanib qolgan. Hujjat yozadi, faqat ishga qabul qiladi, nizolarni hal qiladi, lekin aslida aynan biznesni masshtablashda HR sizni partnyoringiz, siz bilan bir xil fikrlab, biznes nuqtai nazaridan tepadan qaray oladi, ya'ni o'rtada adolatli ko'prik bo'lib beradi. Biznes egasi juda ko'p holatlarda o'zini fikrlashdan chiqib gapiradida, xodimim tushunmayapti, bitta vazifani qayta berdim deydi. Lekin aslida xodimning tilida gapirishni bilmagani sababli boshqacha fikr yetkazgan bo'ladi. HR aynan mana shu narsada sizga yechim qilib beradi. Xodim tiliga biznes maqsadini o'girib, sizga o'rtada ko'prik bo'lib beradi. Aslida HR biznesni odam orqali ishlashini ta'minlovchi tizim. Jack Welch ko'pchilik taniydi. 20 yil davomida komandani botqoqlikdan olib chiqqan, ya'ni uni aynan xodimlarni boshqarish bo'yicha faktik holatlarda statistika o'tkazilganda 4000% biznesni o'stirishga hissa qo'shgan. Ya'ni komandani har yili, har chorakda eng samarasi past bo'lgan xodimlarni almashtirish orqali komandani kuchli dvigatelga aylantirgan. Bizda nima qilamiz? Yillar davomida bitta ключевой xodimga bog'lanib qolamiz. Natijada kayfiyatiga qaraymiz, kasal bo'lmasligi uchun duo qilamiz, kelmay qoladigan bo'lsa, oyligimni ko'tarkin, ishga chiqaman degan holatlarda rozi bo'lamiz. Yoki kuchli xodimimizni tilini tushunmaganimiz uchun u bitta e'tirof kutgan paytda men senga pul to'layapman, nima uchun ishingga kelmayapsan? Men senga pul berdim, men senga ish berdim, lekin e'tirof, minnatdorchilik degan narsalarni bermaganim sababli eng kuchli xodimimizni yo'qotib qo'yishga sababchi bo'lamiz. Hozirgi kunda mehnat bozorida nima ketyapti? Oldingi mehnat bozori bilan hozirgi mehnat bozori keskin o'zgargan. Oldin ishchilarni kompaniya tanlagan, lekin hozirgi holatda ishchilar kim bilan ishlashini, qayerda ishlashini tanlayapti. Bu ko'rsatkichga e'tibor bermagan biznes egasi juda katta yo'qotishlarga uchraydi. Xo'p, HR bo'yicha
Yana o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, juda ko'pchilik men HR ishlatib ko'rdim, menga foyda bermadi, men undan foyda ko'rmadim deb aytishadi. Lekin bitta narsa, mana bundan oldin ham aytdilar, zaprosingiz noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri talab qo'yadigan bo'lsangiz, kuchli mutaxassis ham sizga yordam bera olmaydi. Bizda biznes egalarida aynan biznes ilmi yetishmasligi sababli kuchli mutaxassislar komandaga qo'shilgandan keyin ularni o'rtamiyona bo'lib qolishlariga sababchi bo'lib qolishadi. Bunaqa bo'lmasligi uchun biznes fikrlash bo'lishi kerak. Ya'ni mutaxassisdan hech bo'lmasa nima talab qilishingizni bilishingiz kerak. Misol uchun noto'g'ri talab, xodimlarni ishga ol, hujjatni tartibla, xodimlar chiqib ketmasin, trening o'tkaz, muammoni hal qil. U noto'g'ri talab. To'g'ri talab qanaqa bo'ladi? Biznes maqsadiga ko'ra talant tizimini qur, ya'ni potensialli komandani shakllantir, jarayonni avtomatlashtir, vaqtni teja, ushlab turish strategiyasini ishlab chiq. O'qish natijasi biznes ko'rsatkichida ko'rinsin. Muammoni oldini oluvchi madaniyat qur. Yana ko'pchilik aytmoqchiman, Namangan vodiy ichida o'z qadriyatlariga, diniy qadriyatlariga sodiq xalq hisoblanadi. Shuning uchun chetdan kirayotgan informatsiyalar, chetdan kirayotgan yangiliklarni integratsiya qilishda qiynalishadi. Aynan men Amonah Group Consulting va HR akademiyani tashkil qilishimda ham maqsad milliy qadriyatlarimizni, diniy qadriyatlarimizni saqlagan holda xalqaro miqyosdagi standartlarni qanday qilib biznesga integratsiya qila olamiz, qanday qilib mahalliy biznesdan global biznesgacha chiqa olamiz degan tamoyil asosida tashkil qildim. Bu Amonah Group o'zining nomidan arab tilidan olingan bo'lib, mas'uliyat, ishonch degan ma'nolarni anglatadi. Bilamiz, vodiy xalqi asosan Namangan lavz asosida, ishonch asosida kelishuv va bizneslarni boshlaydi. Aynan shularni amaliyotda qo'llagan holda biznes egalariga va xodimlarga yordam berishga harakat qilib kelyapman. Yana bir narsa, siz oldingizda kuchli mutaxassis turganini quyidagi holatlar bo'yicha ham bilib olishingiz mumkin. Agarda HR siz qo'ygan shartlarga ko'nsa, menga komandani bunaqa qilib berasan, menga sotuvni bunaqa qilib berasan deydigan bo'lsa, biling, biznes fikrlash darajasi yo'q mutaxassis oldingizda turibdi. Haqiqiy mutaxassis, biznes fikrlashga ega bo'lgan mutaxassis savol beradi. Biznesning asosiy maqsadi nima? Ya'ni sizning cho'ntagingizning maqsadi nima yoki sizning maqsadingiz nima emas, biznesning maqsadi nima? Qanday madaniyat qurishni xohlaysiz va HR ga qanday vakolat berasiz? Aynan tadbirkorlarda, aynan mahalliy hududda HR bo'yicha noto'g'ri tushuncha shakllanishiga sabab bir tomonga rol o'ynab qo'yishlik yoki faqat xodimga yon bosiladi yoki faqat biznes egasiga. Aslida haqiqiy HR, strategik HR bo'lgan o'rtada adolatli qaror qabul qiladi. Nimaga ko'ra? Biznes maqsadiga ko'ra. Tadbirkorni kamchiligini ham ayta olish kerak. Yana bitta bizda shunaqa holat bor, mahalliy hududda aqlli xodim ishlatishdan qo'rqamiz. Aslida biznesda turli rollar bor. Misol uchun men sotuvchi toifasiga kirmayman. Men struktura, strategiya tuzadigan toifaga kiraman. Xuddi shunaqa siz o'zingizni biznesingizda rolingizni aniqlab olishingiz kerak. Men kimman? Men tabiatan, u arxetip bo'yicha bo'ladi, sizning kundalik harakatlaringiz, xatti-harakatlaringiz orqali bo'ladi. Va sizga yetishmayotgan rollarni komandada shakllantirishingiz kerak. Sotuvchilar bor, tabiatan juda ko'p gapirishadi. Mahsulotni reklama qilishdan, uni ustunliklarini aytishdan hech to'xtashmaydi. Lekin menda strategik inson bo'lganim uchun kerak bo'lsa sotib olishsin, men nima qilaman, reklama qilib deyman. Nimaga? Chunki men u toifa inson emasman. Shuning uchun men komandaga sotish yaxshi ko'radigan, mijozlar bilan ishlash yaxshi ko'radigan bitta rolni tashkil qilaman. Biznesda o'zini ichida strukturasi bor, har bitta rollar bo'lish kerak. Bitta eng katta xato, tadbirkor barcha rolda bo'lishga harakat qiladi. Lekin esimizda bo'lish kerak, vaqt va resurs cheklangan. 15 yosh, 18 yosh, 30 yoshdagi energiya 40 yoshda ham sizda turadi degani emas. Faqatgina vaqtni, resurslarni to'g'ri boshqarish orqali komandani tashkillab olishingiz kerak. Oldingi holatlarda siz bozorda raqobatchidan mahsulotingiz bilan, marketing bilan, narxingiz bilan ustunlikni saqlab turishingiz mumkin bo'lgan. Lekin hozir biznes olamida zamon o'zgardi. Faqatgina kuchli komanda orqali siz bozorda va raqobatchilarning oldida o'zingizni o'rningizni saqlab qola olasiz. Xo'p, kuchli HR arxitekturasi qanday bo'ladi? Tanlash tizimi, to'g'ri odam, to'g'ri o'rinda, to'g'ri vaqtda. Onboarding tizimi, xuddi siz yangi xodimga yangi kelinday munosabat qilishingiz kerak. Bizda nima qilamiz? Jang maydoniga tashlab qo'yamiz. Yashash uchun kurash, boshla. U xodim o'zicha moslashadi, o'zicha qoidalarni tushunadi yoki sizni muhit buzadigan xodimingiz bilan ko'proq aloqada bo'lgani sababli u nima qiladi? Noto'g'ri holatda shakllanib qoladi-da. Suhbatda boshqacha edi bu xodim, lekin nimaga ish jarayonida bunaqa bo'lyapti? Aynan buni onboarding tizimi. Siz xohlagan holatda ishga moslashtirish, rivojlantirish. Yana bir muhim narsa, shu qismini yozib olsanglar ham mayli,
Bugungi kunda siz komandada ichki akademiya qurmas ekansiz, mehnat bozorida, kadr masalasida doim muammoda bo'lasiz. Nima uchun? E'tibor bergan bo'lsanglar, kuchli mutaxassislarni biznes egalari biznes ilmi kamligi sababli ushlab qolishmagani uchun ular hozir ishchilar, o'zini sohasini ustalari o'zlariga biznes tashkil qilishyapti. Ya'ni kuchli mutaxassislar endi o'ziga ish joyini yaratgani sababli siz o'zingizni xodimingiz o'zingizga raqobatchi bo'lib kelyapti. Qachon bunga yechim qila olasiz? Qachonki sizda ichki akademiya bo'lsa, bu katta kompaniyalarda, katta tizimlashgan korxona tashkilotlarida уже yo'lga qo'yilgan narsa. Siz hozirdan buni zaminni yaratib borishingiz kerak. Hamda baholash har chorakda, har yilda hech bo'lmasa bir marta lavozim bo'yicha xodimlarni baholash o'tkazib borishingiz kerak. Va madaniyat. Sizda nima mumkin, nima mumkin emas? Mijozingizga qanday munosabatga siz ruxsat berasiz, qanday munosabatga ruxsat bermaysiz? Bu haqida ma'lumotlar. Nima uchun kuchli xodimlar ketadi? Mikromenejment kuchliligi, ya'ni hamma ishga aralashasiz. Siz xodimga uni qildingmi, buni qildingmi, kecha u joyga bordingmi, falon soatda bunaqa qildingmi? Lekin kuchli mutaxassislar erkinlikni xohlashadi. Siz vazifani aniq bering, natija nima kutyapsiz? O'lchovli natija bering, prosesga aralashmang, qo'yib bering. Haqiqiy ijodkorlik orqali sizga kuchli xodim rezultat qilib bera oladi. Lekin biz qo'rqamiz. Jarayonda xodimni asabiga tegishni boshlaymiz. Bu eng katta sabablardan biri. Ikkinchisi, shaffoflik bo'lmagan kelajak. Ya'ni men siz bilan ishlasam nima olaman kelajakda? Nima uchun men siz bilan ishlashim kerak? Menga nima qiymat berasiz? Ko'pchilik o'ylaydi, pul bilan ushlab turaman, lekin pul tahliliy natijalarga ko'ra eng oxirgi ko'rsatkich. 6 ta daraja bor xodim ushlab turadigan va pul eng oxirgisi. Shuning uchun siz katta oylik beryapman, yaxshi pul topyapti, xodim men bilan večno qoladi degan nimaga mifga aldanib qolmang. Hamda adolatsiz muhit. Kimdir siz uchun, biznesingiz uchun jon kuydirib ishlayapti, lekin eng pozitiv bo'lgan, hamma joyda ko'rinib yurgan, siz o'ylayapsiz eng yaxshi xodim, uni rag'batlantiryapsiz, lekin samaradorligi ko'p bo'lgan xodim sizni nazaringizdan chetda qolyapti. Aynan shu sababli ketishadi. Jeff Bezos Amazonni asoschisini bitta nimasi eng katta darajaga chiqishiga yordam bergan, har kuni startapdek, ya'ni birinchi ish kunimizdek ishlash degan g'oyani ilgari surish orqali komandasini kuchaytirgan. Xo'p, HR qachon olishingiz kerak? Bittadan 10 tagacha bo'lganda biznes egasi o'zi eplay oladi. 10 tadan 50 taga bo'lganda aynan qoidalar, jarayonlar, onboarding tizimini yaratish orqali sizga rekruter yordam beradi. 50 tadan 200 tagacha bo'lganda o'sha HR bo'limi kerak bo'ladi sizga, hamda 200 plus bo'lganda HR department, HR directors, rekruter, lichniy trener kerak bo'ladi. Bu HR ishga olish bo'yicha. Xo'p. Bugun aynan shu yerda o'tirgan biznes egalari uchun kichkina bitta mendan sovg'a. Hozirgi holatda biznesingizni tahlil qilishingiz uchun xalqaro standartlar, yaqinda Moskvada o'qishda bo'lib keldim bir hafta. Aynan o'sha bilimlarni ishlatgan holda bepul biznes diagnostikasi faylini ishlab chiqdim. Bemalol QR kod orqali o'ting va o'zingizga yuklab oling. Bu orqali biznesingizda javoblar avtomatik chiqadi va nima ishlarni qilishingiz kerak. Hozir sizda biznesda nimalar yetishmayapti, aynan shularni aniqlab olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi kimda xodimlar komanda bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat, javob beraman. Assalomu alaykum. Xo'p, biz kichkinagina biznes haqida savolim bor edi. Shu bittadan 10 tagacha bo'lgan xodimlarni o'zi boshqaradi deyapsiz. Bizda ham shu muammo bor. Bitta soham shunaqa, masalan, baliqxonam bor, qovurib sotiladi. Xo'p, xodimlar nima bilan munosabati yaxshi? O'zaro bularning munosabati ofitsiantga bilan tozalovchi urushib qoladi, oshpaz bilan urush urishib qoladi. Ketaman deb nima qiladi? Shuni yechimini hech hal qila olmayapti. Shunga qanaqa yechim qilsa bo'ladi? Rahmat savol uchun. Eng ko'p uchraydigan savollardan biri va muammolardan biri muhit yaxshi emasligi. HR nima uchun kerak? Sizning muhitingizni doim pozitiv saqlab berish uchun. Bittadan 10 tagacha bo'lgan komanda tarkibida biznes egasi bu ishlarni majburiy ravishda o'zi qilishga to'g'ri keladi. Lekin siz shunaqa insonni topishingiz kerak, komanda bilan yaxshi chiqisha oladigan hamda vazifalarni qat'iy talab qila oladigan adolatli xodimingiz bo'lishi kerak. Ichki muhitda qayerda qanaqa holat ketyapti sizga oldindan aytib turadi va u joyda nizo kattalashib ketmasligi uchun sizga yordam beradi. Yana bitta instrument bor boshqaruv biznes ilmida, insonga nisbatan halimlik, ya'ni yumshoqlik, lekin lavozimga nisbatan qat'iylik bor. Bizda nima qilamiz? Shaxsiy qadriyatlarni aralashtiramiz va bitta xodimga pretenziya qilganimizda, e'tiroz bildirganimizda u shaxsiga oladi, meni urushyapti deb o'ylaydi. Lekin biz nima e'tiroz bildirayotgan bo'lamiz? Lavozimdagi kamchilikni, misol uchun sotuv operatorida bugungi yigitlar bilan yaxshi gaplashaman,
olmabsan, bugungi klientimizga noto'g'ri muomala qilsan desa, arazlab ketib qoladi. Nimaga u shaxsiga qabul qildi? Aynan siz muhitingizda shu narsani tashkillashtirishingiz kerak. Biz sizlar bilan bitta oilamiz. Lekin eshikdan kirdikmi? Biz sportivniy komandamiz. Maqsad bitta. Hamma o'zini rolini bajarmasa, misol uchun darvozabon joyida turmasa nima bo'ladi? Gol bo'ladi. Natijada biz yutqizamiz raqobatchilarga. Shuning uchun men sizlarga kamchilik yoki e'tiroz bo'yicha gapirsam, uni shaxsingizga emas, vazifaga nisbatan oling deb ajratib qo'yish kerak. Va e'tiroz berganda esdan chiqmaslik kerak. Baribir diniy tomondan ham bu ruxsat berilmagan. Shaxsiyatga tegmasdan kamchiliklarni ayting. Bu juda qiyin, chunki men o'zim mana hozirda 5 ta loyiham bor. Butun O'zbekiston bo'yicha 300 dan ortiq o'quvchilarni chiqarganman. Noldan biznes boshlash bo'yicha, marketing yo'nalishi bo'yicha, biznes boshqaruv, HR bo'yicha xalqaro bilimlarni aynan mahalliy hududga integratsiya qilishda ko'ryapman. Eng katta kamchiliklardan biri shaxsiga nisbatan e'tiroz bildiriladi. Natijada xodim xafa bo'ladi, ketib qoladi. Sizda zaxira bo'lmaganligi sababli o'sha xodimga yana iltimos, men o'sha kuni qizishgan edim, ki joyingga qayt, yana chiroyli bir oila bo'lib ishlaymiz degan holat bo'ladi. Agarda sizda HR tizimi bo'lsa, HR mutaxassisingiz bo'lsa, u xodim sizga foyda bermayaptimi? Chiroyli xayrlashuv, ya'ni ziloniy eshik deyiladi, hamda qizil koridor. Qizil eshikdan chiqqanlarni siz qaytib ishga olmaysiz. Lekin shunaqa xodimlar bo'ladi, karyerada o'smoqchi yoki hozir sizga byudjet to'g'ri kelmayapti, munosabatlar yaxshi. Ular uchun yana qayta ishlab, qayta taklifni qilishingiz mumkin. 2 turga ajratib beradi, hamda sizga zaxira yaratib beradi. Hozirgi nechta proyektim bo'lsa, 5 tadan ortiq proyekt bor va menda 1,5 mingdan ortiq nomzod bazasi bor. Biror xodim meni ketaman deb qo'rqitadigan bo'lsa, men oldin suhbat qilaman. Keling, nima muammo, nima sabab? Va yana bitta HR muhim tomoni, siz haqingizda negativ fikrda ketmasligini ta'minlab beradi. Ya'ni, ochiqcha kelishib olaylik. Shaxsga nisbatan adolatsizlik bo'lmadi. Vazifani bajara olmadim, men seni rozi qildim, chiroyli xayrlashamiz. Bitta ishchi, siz haqingizda negativda ketgan ishchi, keyingi mehnat bozoridagi ishchilarga siz haqingizda yomon ma'lumot tarqatmaslik kerak. To'g'ri HRingiz bo'lsa, men siz bilan yana ishni davom ettirardim, maylimi, keyin yana kelib sizni komandangizga qo'shilsam degan holatda ketadi va ishga olinmagan nomzodga ham xuddi shunaqa atmosferani yaratib beradi. Bizda juda ko'p nimalar bor, kontentlar joylaganimda Instagramda ham ko'raman, aynan Mahudul Murodova deb qidirsanglar chiqadi, foydali ma'lumotlar, negativ HR bu suhbatga soatlab kuttiradi. HR bu javob bermaydi sizlarga. HR bu faqat kompaniyaning tarafini oladi. Yo'q, strategik HR ikkita tomon yutishiga xizmat qiladi, o'rtada adolatli ko'prik beradi. Shuning uchun HR tanlayotganda siz uni shaxsiy sifatlarini hisobga oling. Adolatli qaror chiqara oladimi? Ertaga bir tomonga yon bosib qo'ymaydimi? Xodim uchun ham, kompaniya uchun ham to'g'ri qaror qabul qila oladimi degan jihatlarga e'tibor bersangiz, sizning tanlovingiz to'g'ri bo'ladi. Yana kimlarda savol bor? Komanda bo'yicha, biznes tizimi bo'yicha savol bor. Kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Suhbatingizdan juda ham ko'p narsani oldik. Rahmat. Men ko'proq ayollarni ishlataman. Bularni shu yil oldin ham rag'batlantirib turardim ish jarayonida-yu. Bu yil kattaroq sovg'alar qo'yib, bularni rag'batlantirmoqchi bo'ldim. Bir oy ro'za ichida men tamoyillarimni aytdim. Mana shu asosda sizlarni baholayman. Eng yaxshi baholanadiganlarga mana shu sovg'alar deb oldindan shu narsalarni ham e'lon qilib qo'ydim. Chunki ro'za kunlarida ko'pchilik baribir ham ro'za tutib ham ishlash qiyin bo'ladi-ku. Indamasdan ketib qoladiganlar bor, boshqa sababsiz. Shuning uchun men e'lon qildimda, hayit o'tgandan keyin bularni rag'batlantirish kunini belgilab, o'sha kuni nechta ishchi bo'lsa, birontasini quruq qo'ymaydigan qildimda. Endi o'sha 8 ta katta sovg'ani olgandan qolganlar ham xafa bo'lmasin deb, ularga ham narxi ulardan ko'ra pastroq bo'lgan sovg'alarni tanladim. Ham beryapganimda bularni har bittasi nima sababdan shu sovg'ani olayotganligini ham e'tirof qildim. Lekin baribir xafagarchilik bo'ldi-da. Chunki 3 kun besabab kelmagan ham o'zini loyiq deb bildi shu sovg'aga. Sifatli ishlamagan ham o'zini loyiq deb bildi. Lekin shu haliga men o'zim keyin sal afsuslanib qoldim. Juda ko'pchilik xafa bo'ldi kattaroq sovg'a olmaganligidan.
siz nima qilgan bo'lardingiz? Savolingiz uchun katta rahmat. Eng katta og'riqli mavzu aslida men tadbirkorlarimizga juda ham qoyil qolaman. Ular juda ham shedri. Xodimlarga ko'proq oylik berish xohlashadi, ko'proq rag'batlantirish, lekin men bu tizimni rag'batlantirish, motivatsiya tizimini sal ilmini bilishmagani sababli ichki muhitda nizolarning kelishiga sabab bo'ladi. Sizlardagi holat qayerda bo'lgan kamchilik? Har bitta xodimni ishga qabul qilinayotganda ichki standartlar bilan tanishtirish qismi bor. Bu aynan adaptatsiya, ishga moslash davrida. Ya'ni karyera roli deyiladi. Har bitta lavozimni karyerada o'sishi. Sizga oddiy tikuvchi sifatida kelgan xodim qachondir qanaqa lavozimga erishishi mumkin. Uni muddat bo'yicha, aniq ko'nikmalar bo'yicha soft skill deymiz biz, shaxsiy ko'nikmalar, hard skill deymiz, texnik ko'nikmalar hamda meta skill, zamonga moslanish bo'yicha ko'nikmalar. O'shalar bo'yicha baholangan kartasi aniq holatda ko'rsatilishi kerak. Dunyo bo'yicha tahlil o'tkazilganda 80% xodimlar aynan men rahbarimning miyasida nima borligini o'ylab topa olmasdan qiynalganimdan ishdan ketdim deb javob bergan ekan. Ya'ni bu nima degani? Biz ishga olayotgan xodimimizga men sendan 1, 2, 3 men bu ishlarni kutaman, bularni 1, 2, 3 men bunaqa holatda menga qilib bergin, men sendan rozi bo'laman degan narsani standart SOP operatsion protseduralar deymiz, reglamentlar deymiz, hamda biznes proses holida bermaganimiz. Sizning holatingizda nima bo'lgan? Siz oldindan bu narsani o'rtoqlar, men sizlar uchun rahbariylar sifatida motivatsiya tizimini yo'lga qo'ymoqchiman. Qanaqa formatda so'rovnomalar nima uchun o'tkaziladi? Aynan jamoangiz uchun. Deylik, sizni jamoangizga pul hozir mukofoti muhimdir. Siz lekin qimmatli sovg'a bergansiz, siz sovg'a beryapsiz, lekin ular norozi. Nimaga? Ularni kutuvi boshqa narsa bo'lgan. Aynan shuning uchun so'rovnomalar tashkil qilinadi. Qanday rag'batlantirish olsangiz va qanaqa holatda olsangiz sizlar xursand bo'lgan bo'lardinglar, yana motivatsiya oshgan bo'lardi. So'rovnoma tahlilidan kelib chiqib turib, pul ko'rinishi, qimmatbaho buyumlar, yana va hokazo holatlarni tahlil qilasiz va nimalarga ko'ra baholashimni xohlardinglar aytishadi. Vaqtida ishga kelish bo'yicha, ish vazifasini bajarish bo'yicha, siz buyruqlaringizni bajarish bo'yicha muammo chiqarmas bir nechta ko'rsatkichlari bor. Ya'ni jamoa oldindan shaffof holatda buni bilganida, nimaga ko'ra siz bu xodimni rag'batlantirdingiz? Nimaga ko'ra bu xodimga siz sovrin berdingiz? Aynan unga emas. Vijdonan qaror qabul qilishardi va buni to'g'ri qabul qilishardi. Keyingi safar rag'batlantirish qilishda oldindan so'rovnoma o'tkazish va siz nimaga ko'ra baholaysiz xodimlarni? Nimaga ko'ra ular harakat qilishsin? Qo'pol qilib aytganda, men ham yaxshi yashash xohlayman, yaxshi pul olish xohlayman, lekin kichkina mas'uliyat evaziga. Lekin biz bilamiz, qiymat, daromad qachon oshadi? Mas'uliyat kattalashganda, mas'uliyat kattaroq olganda. No, bizda ko'proq xodimlar mas'uliyatim oshmasin, meni oyligim oshsin deyshadi. Shuning uchun aynan mas'uliyati kattaroq bo'lgan xodimlarni men rag'batlantiraman. U mana bunaqa ko'rsatkichlarda bo'ladi deb siz motivatsiya tizimingizni ishlab chiqishingiz kerak. Unda adolatli bo'ladi, har bitta xodimingiz sizdan rozi bo'ladi va tayinlangan xodimga rag'bat to'g'ri berilganini qabul qilishadi va sizga nisbatan sodiqliklari oshadi. Katta rahmat, Mohidil, katta rahmat sizga. Rahmat e'tiboringiz uchun.